yig'ilib Xalq bankidan beriladigan kredit bo'yicha ozgina qisqacha ma'lumot beramiz. Hozirgi kunda har bir oila tarkibi asosida prezident qaroriga asosan 50 million so'mgacha 33 million so'mgacha edi, 50 million so'mgacha oilaviy vaqt amalga chiqishga kirdi. Bundan tashqari oldin imtiyozli kredit olgan fuqarolar, kreditlarni ijro bo'lgan fuqarolarga tahsil asosiga o'sha faoliyatini kengaytirish maqsadida 50 million so'mgacha tahsil berildi. Kichik biznes o'zimiz qo'llab-quvvatlash maqsadida 310 sonli qarorga asosan 100 million so'mgacha bir yil oldin faoliyat olib borib ochilgan va bir yildan beri aylanmasi borlarga 100 million so'mgacha bezoga beryapti. Foiz 23%. Hamroh ayol bo'yicha dasturimiz bor. Asosiy vosita 20%, aylanmagasi 21%. Asosiy vosita oladigan bo'lsa 5 yil 6 yilgacha olsa bo'ladi. U ham o'sha 100 million so'mgacha kafillik asosiga beriladi. 100 million ziyod esa zalog asosiga beriladi. Zalogga ko'chmas mulk va avtotransport vositasini zalogga qo'ysa